Assalomu alaykum. Hurmatli ekran oldidagi barliq qarindoshlarga men Anvardan o'tqiz salom. Bizning bugun o'tkaziladigan suhbat programmamizga xush keldinglar. Bugun biz Yaponiyada uzun yillardan beri Yusuf Hasajib davlatchilik falsafasi tadqiqoti bilan shug'ullangan va Yaponiyada har darajalik ilmiy tadqiqot o'rinlarida tanilgan ziyolimiz hurmatli doktor Muxtar Abdurahmon apandini suhbatimizga taklif qildik. Xush keldingiz, hurmatli doktor Muxtar apandi. Xush buldum. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Tarixda yer sharidagi millatlar ibtidoiy jamiyat, qulluq jamiyat, ibtidoiy jamiyat, kapitalistik jamiyat qatorliq bosqichlarni ishidan o'tkazgan. Bizmi shunga o'xshash tarixda davlatimiz bo'lmaslikdan davlat qurilgan, davlatimiz kuchaygan vaqtlarda imperiyalarni qurgan, bizning iqtisodiy, siyosiy ta'sirlarimiz bo'lgan. Keyingi vaqtlarda dunyodagi har qaysi davlatlar, imperiyalar ojizlab va yoki yangidan qurilib, eng oxirida davlatlarini saqlab qolgan bo'lsa-mu, biz davlatimizni saqlab qolamiz. Endi Muxtar apandi, siz shu Yusuf Hasajib davlatchilik falsafasi bilan uzun yil tadqiq ilib borgan va bu sohada tanilgan bir zot bo'lish salohiyatingiz bilan navbatda Xitoy vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni kuchaytirayotgan, xalqimiz umidsizlik to'lgan bunda bir sharoitda biz o'zimizningki tarixidan bir örnek elişimiz, çünkü tarix demek aynak demektir. Tarixta biz nimalarni to'g'ri qildik, nimalarni xato qildik ve bu mazmunlarda sizning suhbatingiz yoki sizningki izohatlaringiz orqali tariximizga nazar solib, tarixda o'tkazgan yutuqlarimiz qaysi bo'lgan, uning uchun biz imperiyalarni, davlatlarni va imperiyalarni qurgan. Keyin ojizlab imperiyalarimiz emas, davlatimizni qo'ldan chiqarib qo'ygan vaqtimizda nimalarni xato qildik, bu jihatda sizning tushunchalaringizni keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashsak, bu balkim kelgusida davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish va yoki davlatimizni qayta qurib chiqishga keng xalqimizni bir o'ylanishga sabab bo'lib qolsa ajab emas. Rahmat. Undaqda birinchi savolimni boshlay. En qadimki davrda Uyg'urlar qanday yashagan? Bu to'g'rida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Ya'ni biz davlat qurilishidan ilgari millatlar tarixda o'zi yashayotgan territoriyada qabila bo'yicha yashab va tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida davlatlarni qurgan. Biz en qadimki davrda Uyg'urlar qanday yashagan deb qaraysiz? Bu nihoyat og'ir savol. Bu savolga javob berish uchun albatta arxeologiyalik manbalar paket bo'lishi kerak. Anondan boshqa o'zimizningki yozgan tarixiy dasturlarimiz bo'lishi kerak. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bizningki yeziq tariximiz balkim 2 va 3 asrlar atrofida bo'lishi mumkin, ammo bizning hozir qo'limizda naq o'qiy oladigan tekstlar umuman Mangutash tekstlaridan boshlandi. Ya'ni Ko'lteki Mangutashi, Bilik qolgan Mangutashi va To'nyuq Mangutashi qatorliqlar hamda uning dastlabki yani manbalar hamda. Demakchi bo'lganim, biz tarixdan ilgiriki tarixni, ya'ni yeziq paydo bo'lishidan burunqi degan gap hamda. Yeziq paydo bo'lishidan burunqi Uyg'urlar qandoq yashagan degan ma'noda tushunimiz bu savolni. Albatta Uyg'urlar davlat qurishdan burun, ya'ni davlatchilik shaklida bir sistemi şekilde minishdan burun Uyg'ur ajdodlari shu dushmanlarning manbalari, ya'ni Xitoy manbalarida dinglinglar yoki telilar deb atilib, ayni vaqtda hamda bir qismi shu hozirgi Mongoliya vodisi, balkim oxirgi bir qismlari Cho'ng Hingan va Kichik Hingan atroflariga kengayganligi qayd qilinadi. Ve şundaqla böyle yani iniq keskin eğitimimizdeki Smachiyanning va Bangoning tarixiy xatirlar va Xannoma va yoki keyingi davrlardagi Veynoma, Vey solis tarixi. Mushularning ichidagi yozilgan bo'libmi Smachiyanning kitobidagi
qadimki şu tarım oymanlığıdaki 36 şehir devleti ve bununla tabi bo'lgan milletler veya ki bizdeki ata bovullarımızın sürüşsek bular hemmisi umumiy vaqtda Uygur deb aytish mumkin. Yani bu sualninki coğrafiyalik dairesi intayin keng bo'lib, hozirgi Mongoliya vadisi, Sibiriya, Cho'ng Hingan, Kichik Hingan, Baykal, Balqash, shundaqla Ko'lin, Qaraqurum, Pamirgacha bo'lgan intayin keng bo'lgan bir zimindagi Uyg'urlar yeziq paydo bo'lishidan beri qanday yashagan degan ma'nodagi savol bu. Mushundaq keng doiradagi Uyg'urlar zaten bu devletni qurmay turib qanday qilib saqlanib qola olgan, ya'ni jamiyat tartibini qanday saqlay olgan, qanday qilib hayotlikni davom ettira olgan degan bu masala bu savolning negizi deb qaraladi. Albatta bu xil shakldagi millatning davomlashishi uchun cho'qim qabilalar aro yoki biz qabilaning ichida nisbiy bir adolat yoki odillik bo'lishi kerak. Bu odillik bo'lmasa bu qabila bo'lmaydi yoki jamiyat bo'lmaydi. Mayli Orxun vadisidagilar bo'lsin yoki Tarım oymalig'idagilar bo'lsin yoki Jo'ng'ar vadisidagi bo'lsin, Baykal va Balqash ko'llari atrofidagi bu qabilalarga munosabatlik kishilar bo'lsin, bular hammasida ya'ni adolatning bo'lganligini biz ko'ryapmiz. Ya'ni düşmanlar yozgan Xitoy manbalaridagi asarlardami bu haqda nihoyatda yaxshi jumlalar bor. Yani bu yerda oqsoqollar kengashib şu bir qabilaninki adolatini, odilligini yoki bir qabilaning yo'lini berganda bir aqlni bir yerga yig'a olgan. Şu orqali balki davlat bo'lmasimi qabila shaklida manga olganda Bunaqangi vaqtimizda shu vaqtlardagi ko'chman chorvachilik bilan yoki nisbiy muqim dehqonchilik bilan shug'ullanadigan shu Uyg'urlarningki eng dastlabki shaklini nisbiy muqim bo'lgan yoki ibtidoiy bir davlat shaklida boshqarish yoki adolati bor yoki nisbiy qonuni bor davlat shaklidagi boshqarish deb aytish mumkin. Balkim uning nomi davlat bo'lmagan yoki unda hozirgi zamon ma'nosidagi siyosiy kuch bo'lmagan. Ammo u yerda bir qonunning bo'lganligi rost. U qonunni Yusuf Hasajning kitobida töri deb olgan. Töri. Bizning tadqiqotchilarimizning kitoblarida yozilishicha Yusuf Hasajning kitobida töri, ya'ni qonun degan so'z 200 necha qidim tilga olinadi. Ya'ni Xitoy ichidagi so'zlar ichida eng ko'p tilga olingan so'z qaysi degan vaqtda qonun degan so'z. Padişah kun tug'di shu adolatning ham qonunning simvoli. Tema qaysak, ya'ni davlat paydo bo'lishidan burungi Uyg'urlar yeziq shaklidagi qonun bo'lmagan bilan, ammo odamlar aro yoki qabilalar aro odillikni ishga oshira olgan. Bu shaklda qondoshlikni o'rtaq gavda qilgan, odat qonunni birlik qilgan, mushunday bir budun Müşnaq bir siyasi tashkilot bu qabilalarning yoki qabilalar ittifoqininki mavjudligini kafolat qilgan. Bu joyda qaragan vaqtimizda qonun bo'lmasimi yoki yani hozirgi zamon ma'nosidagi asosiy qonun bo'lmasimi odat qonuni shaklida yani qoida yusun shakllarda yoki misol o'zaro so'zlashish shaklida, kelishish shaklida hozirgi zamondagi qonunning rolini o'tab o'zining mavjudligini izchil davom ettirgan. Bu haqda bizningki mangudoshlarımizda shundaqla Turkiy tillar divani Qutolbekdan asarlarda nihoyatda injiq tafsirotlar bor. Buning ichiga kirgasak biroz vaqt ketib qolishi mumkin. Mishat to'xtalay. Demakchi men Uyg'urlar rasmiy muntazam davlat qurishdan burun qabila ittifoq shaklida odillikni adolatni birlik qilib odat qonuni asosida, ya'ni odat qonuni asosida o'zininki mavjudligini izchil kafolatlantirib kelgan. Buning ichidagi eng yuqori organ, ya'ni nisbiy hozirgi parlamentdagi ashunaq yuqori bir organ bor desa o'rgasa, u bo'lsa-mu shu oqsoqollar kengashi. Oqsoqollar kengashi. Ya'ni huquqni shu oqsoqollar kengashi deb bekitgan. Bu yerda bir odam bekitadigan ish emas.
nurg'un qabilalarning boshliqlari yoki shu bir qabilaning ichidagi nisbiy o'qimishli kishilar muayyan bir qarorni, siyosiy qarorni yoki siyosiy hukmni chiqarishni o'ylashib, nihoyatda kuchli munozaralardan keyin eng oxirida bir qabilaning yoki qabila ittifoqining yo'lini bekitgan. Shu ma'noda qaragan vaqtda aqllar kengashi bir hisobda bir davlatning yoki bir jamiyatninki mingsidek rol o'ynaganda. Shu ma'noda qaragan vaqtimizda biz Oqsoqollar kengashini Uyg'urlarninki ayni vaqtdagi davlatga kirishdan burungi mavjudlikni kabatiga qilgan asosiy shakllab aytish mumkin. Endi bizningki yani Uyg'urlarninki mani diniga e'tiqod qilish bo'lgan arliq, ya'ni bugungi qolganninki madi dinni davlat qilib davlat dinini qilib arliqda mushunda kelganligi rasamdi. Ya'ni qadimgi Uyg'ur yeziqi asosida manbalarninki xotirlanishiga bo'lgan arliqda Uyg'urlar umuman mushundaq shaklda kelgan bo'lishi kerak. Ammo shunday aytish kerakki, Tunuyuq mangu deshidimi, Belekqa mangu deshidimi va Ko'ltiki mangu deshidimi, qari budun to'g'riliga qilib, bular shu budunlarninki och qolganlarini to'yg'izib, yalang'ochlarini kiyindirib qolgan, oz xalqni ko'paytgan, uning oldida texim muhim bularni degan gapi menga nihoyat muhim bir gap. Biz qonun tuzumni yaxshi turg'izdik degan bir gaplar bor. Ya'ni bu 3 mangutashda qonun tuzumning yaxshi bo'lganligini davatidi. Mayli bu Köktürk xalq davrida bo'lsin va yoki Urxun Uyg'ur davlatining davrida bo'lsin, ya'ni Uyg'urning aqllari yoki sarxillari nihoyat donishmandlik bilan ish qilgan. Nihoyat zil siyosiy qaror chiqargan. Shu ma'noda qaragan vaqtimizda Uyg'urlar tarixdan burun, ya'ni odat qonuni shaklida, kengashi shaklda, aqllar kengashi shaklda o'zining siyosiy qarorini nihoyat yaxshi to'g'ri chiqarib mangalagan. Ben bir misol keltiray. Ya'ni jazo berishdan bekroq bu qonunda bahramon bo'lish, ya'ni qo'g'dash, ya'ni o'zini qo'g'dash, yo'lni qo'g'dinish deylamdi. Masalan, o'zini hayotni qo'g'dash degan ma'noda bu qonun texim muhim bo'lganda, jinoiy ishlarga oid ishlar albatta ko'rilib qolsa, buning qarta ham aniq bir kelishimlarning bo'lganligi rost. Ya'ni odam o'ldirish yoki o'g'irlik o'xshash bir jinoyat bo'lgan vaqtda davlat tarafidan buning jinoiy jazo berish emas, balki shu da'vogarninki shu da'vosi qarta javobgarlar xun talab qilish asosiy prinsip qilingan. Shu xunning qismini o'xshash xunga o'xshash xunni qaytarishing kerak debchi. Ya'ni ziyon to'ldirishni, ya'ni bunday vaqtimizda böyle yavayi bir şekildeki emas, belki nihayet medeni bir şekilde. Yani kanlı kan bilen yuyup tazıqlı bulmaydı degendek, yani aynı vakitteki devletin oldudaki halette umumen manmışımda kanlı kan bilen yuyuqlı bulmaydı degen prensip boyunca boldu iş ketdi ama xunnu төлeysen. Bunu iqtisadi cihetten veya ki başka muayyen bir şekiller bilen onunki tölemini töltü vaganda bu şekilde mangan. Demek asasi kanun karakterdeki kengaş ve kengişler adet kanunları bolgan ve to'g'ri bo'lgan siyosiy qarorni yaxshi shaklda chiqarib mangallagan. Bu bizninki fikrimiz dalillaydiki, Uyg'urlar burundan tatiplam nisbiy yumshoq yoki mutadil bo'lgan demokratik, ya'ni har bir odamning fikrini yoki qabilaning yoki qabila ittifoqining fikrini asosiy o'rin qo'yib siyosiy qaror chiqaradigan yoki yo'nalish belgilaydigan mushunda bir xil iqlimda kelganligi rost. Shuningdek Uyg'urlarninki tarixiy keyingi davrda, ya'ni mushu davlatsizlik oldidan davlat kirgan vaqtda tezlam mayli Köktürk davrida bo'lsin, mayli Urxun Uyg'ur davrida bo'lsin, nihoyat tezlam bu nihoyat yuqori saviyalik davlatchilik sistemasiga bir millat bo'lib chiqalganda sal cho'nqirilsak, ya'ni Uyg'urlar atalmış g'arib ko'chgandan keyin, bu atalmış deyishimizning sabab bu Uyg'urlar g'arib ko'chishdan burun vatandagi hozirgi Sharq Turkistonda Uyg'ur yo'qmi degan undaq yo'q. Ya'ni hozirgi Sharq Turkistonning barliq zaminda
Uyg'urlar bor. Xotan, Qashqar, Qarshar, Turpan bundaq yana Simachanning tarixiy xotirlar nomli kitobidagi 36 shahar davlati ve onun tabi ahalilerinin hemmisi kesip etiş gerek ki o Uygur. Ulanın tili Uygur tiliydi. Hürmetlik bizim ustazımız Emin Tursun Efendim'nin kadim Xotan şivesi diyalekti bilen 10 tili oturusdaki okşaşlıkını tadqiq qilgan maqolasida qadimgi udun tili ya Xotan diyalekti bilen ya Xotan şivesi bilen 10 tildeki nurg'un so'zlarning ve grammatikli kan niyatlarının nihayet okşaş ekanligini, irqiy sistemisi, medeniyetinin nihayet qattiq okşaş ekanligini tekrar ispatlagan. Demakçimiz Orxun vodisidagi Uyg'urlar bilan shuncha kangri bo'lgan zimindagi Uyg'urlarninki tili undaq o'tkir bo'lmaydigan emas, balki faqat variant jihatdagi farq. Bizning xuddi hozir Uyg'ur tilimizga o'xshash ashundaqli bir farq. Herkes o'qish qilib bo'lmoqda darajada farq bo'lganligi ma'lum emas. Buningda Turk tili adibiyatininki ichida Uyg'ur haqida, Uyg'ur yezik haqida va Turk tili deb atalgan Uyg'ur tili haqida nihoyatda inchki ma'lumotlar bor. Bu haqda zarur topilgan vaqtda albatta to'xtalamiz. Shunday deyishimiz kerakki, bu savolning xulosasi qandoshlik rishtisi davlat qurishdan burun bak muhim bo'lgan. Adet kanununa hemmeli adam boysungan, şundakla müressec size aksakallar keniş bulap, bu yerde nait yüksek boğan tampon boğan bir autonomiyilik bir cemiyet boğan. Bu kankıllar devlet kuruluşunun aldı kendinde, Holla ve Georgianlar karşı şu kankıllarınki pozisyası delmişindak boğan. Yani kankılların içindeki aksakallar yani en dastlabki aşu yani Kankıllar devletini kurgan Ulug'bek degan ma'nodagi so'z Ulug'bek. Bu kishi dal mushu so'zimizningki dalili. Tadrijiy holda bu o'zgarib muntazam bo'lgan davlat holatiga ko'chgan. Bu albatta keyingi vaqtlarda Qag'on deb atalgan va Qag'on asosidagi davlat apparati shakllangan. Bu vaqtki meningki talqinim mushunchilik. Rahmat. Rahmat. Hürmetli Doktor Muhtar Efendi nihayet tefsili izahat verdiniz. Yani Uygurlarınki kadimki zamanda devlet kuruluşunun ilgiriki özünü başkuruş cihette nihayet bir ilmi, ahlaki şekilde ictimailaşkan ve özünü başkuruş iktidarı ilgi buluşunun ibaret bundak bir yarkın cereyanını ifade verdiniz. Ve onun başka kadimde Uygurlarınki yaşap kelgan territoriyasi. Bu yerda demakchi bo'lganim Xitoy hukumati izchil o'z tashviqotida jar silib kelgan Uyg'urlar boshqa yerdan ko'chib kelgan biz azaldan bu Sharqiy Turkiston zeminiga ega bizning boshqurish territoriyamizda bo'lgan degan safsatasiga nihoyatda bir kuchli raddiya bo'ludi deb qarayman. Va aynı zamanda en iktidai şekildeki adet karakterlik medeni ictimai ramkını asıl kılıp özünü başkuruş ve başkurup kelganligi ve etrafdagilarga ta'sir ko'rsatib kelganligi to'g'risida bu degan izohatingiz uchun ko'p rahmat. Suhbatimizni davom qilsak, Uyg'urlar yani siz yuqorida o'tirib qo'ygandek o'zini başkuruş davlat qurilishidan ilgari bu sistemini davamlaştırıp mangandan keyin yani nemi sebepten bir devlet kuruluş yoki devlet kuruş ihtiyacı bo'lgan, tunji devleti qachon qurilgan, bu tunji devlet qaysi rayonlarni o'z ichiga olgan, devlet boshqarish shakli nimalardan tarkib topgan? Bu jihatdagi tadqiqot natijalarini ko'pchiliklar o'rtoqlashgan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Sharqninki olimlari bilan G'arbning olimlari haqida davlatninki zarurligi haqidagi qarashlar o'rtaq. Men bu yerda bizning jonijon Uyg'ur xalqimizga, ziyolilarimizga tashabbus qilgan bir qancha asar bor. Buning ichida nihoyatda muhim bir asar bor. U bo'lsa-mu Angliyalik Thomas Hobbesning Libay Asan nomli asari.
Devlet bo'lmasa bo'lmaydi. Aşındaq davrga kelib qolganda insoniyat ibtidoiy jamiyatdan tadrijiy holda, ya'ni qabilalar jamiyatidan, qabilalar ittifoqi jamiyatidan asosda zodi muntazam bir siyosiy kuch sifatida o'zininki siyosiy irodasini namoyon qilmasa bo'lmaydigan, o'zining dushmanligiga qarshi jang qilmasa bo'lmaydigan bir holat shakllangan. Tomas Hobbes buni bo'rilar orasidagi ya bo'rilarning bo'rilar bilan bo'lgan jangi deb atagan. Ya'ni insoniyat jamiyati shunday asli tabiiy holat. Tabiiy holatda bu insoniyatning holati, tabiiy holati qanday desanglar, Tomas Hobbes deydi, bo'rilarning jang holati deydi, bir janggoh deydi. Bu mayli ham abi degandek Uyg'urlar, oqsoqollar kengashlar qila olganki, ammo nurg'unlagan paketlar o'xshamagan rayonlardagi qabila ittifoqi va o'xshamagan millatlarningki ota-bobolaridagi bu farq chiqqanda bu millatlar orasidagi bu jang tugamagan vaqtda shu qabila yoki qabila ittifoqi o'zining mavjudligini texnik kuchli bir harbiy kapolat, bexatarlik kapolati bilan ta'minlash zaruriyati tug'ilgan. Demak, o'zininki jinining aman qilish uchun davlat qurmasi bo'lmaydigan yerga yetgan. Dal shu sababdan Uyg'urlar eng dastlabki davlatni qurmasa bo'lmaydigan yerga ketib qolgan. Ya'ni Jurjanlar. Bu Jurjanlar degan bu haqlar haqida Xitoylarning manbalarida Roran deb ilingan. Bu hozirgi Mongoliya egizligida chiqqan bir ko'chman chorvachi bir haqkan aslida. Bir yerda qistirib o'tilgan bir nuqta bor. Turklarning kelib chiqishi haqida tadqiqotlarda, yaponliklarningki tadqiqotida turklar shu Jurjanlarningki tömürçü qulları idi degan bir cümle bor-da. Yaponlarning qadimki Türk millat tarixining 3 tomlik kitobida, bu Turkiyada 6 medalga erishgan kitob. Ya'ni Yaponiyadagi eng nufuzli asar. Buning ichida shu Jurjanlarningki quli sifatida turklarni tushuntirib o'tdim. Ya'ni turklar Jurjanlardan Jurjanlarning bir o'chib ketganda, demak bu bir tömürçü qul deb ko'rilganda. Albatta bunun atrofida abi deb o'tgandek bizningki ota-bobolarimizdan bo'lgan Telelar va Dinglinglar bo'lgan. Bular hamda gapni xulosasak Qanqil davlatini Jurjanlarga qarshi o'tirib chiqqan. Albatta Jurjanlar shu Qanqillarni ya'ni Dinglinglar va Telelarningki qabilalarni umuman qul qilganda bu zo'migarlikka, bu haqorat chidab bo'lolmagan bu Qanqillar Jurjanlar o'zining shu qisosini olish uchun eng dastlabda shu g'ojdor bo'lgan, shu xo'jayini bo'lgan shu Jurjanlarga qarshi jang ochgan. Bu jangning natijasi dastlab faqat 50 kilo qurolli qilgan eng dastlabki davlat bo'lgan Qanqil Uyg'ur davlati. Uyg'ur tilida Qanqil deymiz. Xitoyning Veynami nomli kitobida Veyshu. Bu kitobda bu Gaucho deydi. Yoki asli Uyg'ur shu vaqtdagi o'qilishida Gauju ekanda, hozir o'qisam da Gaucho igiz arva deb mayli Qanqil bo'lsin, mayli Qanli bo'lsin, mayli igizarlik bo'lsin, bular hammasi bir gap hamdi. Bu igizar qanday gap desanglar, biz kichik vaqtimizda bizning mahallada bo'lgan noit igiz chaqiliq yariya harbi deydik. Bizning yurtlarda Aqsu taraflarda bordi. O men kichik vaqtimdami o'tirapqa harbilda. Bu shu yariya harbining so'zi Qanqillar davlati amaliyotda shu Vey tarixidagi Vey shuning ichida bundaq yozilganda bular deydi, ya'ni shu Qanqil deganlarni, ya'ni Uyg'urlarning ota bobosida bular doim ashuna igiz harbilarda igiz chaqiliq harbilarda o'tiradi deydi. Bu igiz chaqiliq harbilarda o'tirganlik uchun Veyning odamlari, ya'ni Xitoy deylimi? Bu Xitoylar bu Veyning odamlari o odamlarningki, ya'ni shu bizning ajdodlarimiz ishlatgan harbining nomi bilan ya'ni Qanqillar, ya'ni igiz harbiliklar deb atagan ekanda. Demakchimizki, bu davlatning kelib chiqishi shu Xitoyningki Vey nomisi bilan munosabatlik yoki o'tgan harbisi bilan munosabatlik endi.
Demakçimizki davlatning kelib chiqishi shu vaqtdagi Jorjallarga qarshi bo'lgan hayotdiy krizis yoki janubdagi Vey bilan bo'lgan munosabat yoki g'arbdagi iftodiyatlar bilan bo'lgan munosabat ve atrofdagi nurg'un qabilalar ittifoqlari bilan bo'lgan munosabatlarda zada hayot qilish qalanmaslik bu qilning ustiga kelgan vaqtda davlat qurmasak bo'lmaydi deb eng oxirida jinni doğu silib bular Qanqil davlatini qurgan. Qanqil davlatini qurilgan vaqtni aniq deyish kerakki 487-yillar atrofida, ya'ni Yaponiyaning tarix materiallarida 487 atrofida shu Gaucho deb atalgan bir davlatning qurilganligini qayd qildi. Bu davlat toki Ko'kturk xonadonligi qurilganlikda, ya'ni 552 qadar bu davlat davomlashgan. Bu davlat biz hozir qarasak qisqa vaqtda qildi, ammo qarasanglar o'ng tarafimni dushman, sol tarafimni dushman, janubmi dushman. Bu yana hozirgi Uyg'urga o'xshashda etrafı düşmanlar bilan to'shib ketgan mushundaq bir davrda bu kadar aqlonlik bilan davlat so'rganki, bular o'zininki dushmanlari bilan bir amallarni qilib hamkorlashishning yo'lini izlab, amallik istab, yana bir dushmanni qo'l bilan joylab 50 yil hukmronlik qilgan. Ammo 552-yilga kelgan vaqtda yana bu tasdiq kelgan mustaqillik Jorjallarning qo'liga o'tib ketgan. Ya'ni ayni vaqtdagi bizningki Qanqil davlatimiz, Egizarliqlarning davlati Jorjallardan mustaqil bo'lib, yana Jorjallarga tabi bo'lgan bir tarix berdi. Nayt azalt bir tarix. Xuddi Uyg'urlar 20-asrda ikki qitim jumhuriyat qurib, ikki qitim Xitoyninki qo'liga qaytib qolganga o'xshash nihoyat bir simvollik bir ig'ir fojia so'zlanib bu yerda. Uningdan keyingi vaqtlarda 552-yildan boshlab Ko'kturk xonadonligi taxtga chiqishga boshlaydi. Demakchimizki bu yerda eng dastlabki Uyg'ur davlati 487-yil atrofida qurilgan, Yevroasiyaninki kuch tangpunligida g'oyat zo'r o'zgarish paydo bo'lgan. Ya'ni atrof butunlay dushmanlar bilan o'ralgan sharoit ostida Uyg'urlar o'zining aql parostini ishlatib, shu donishmandlar kengashi yoki oqsoqollar kengashi bilan nihoyat to'g'ri siyosiy qaror chiqarib, oxirgi hisobda o'zining davlatini 50 yil tutib tura olgan. 50 yil u zamonda bir erning umri endi. Bir erning umri 50 yil u vaqtda-chu. Nihoyat mayli Ko'ltekin bo'lsin, mayli Tunyoq bo'lsin, bular hammasi yosh ketganlar. Qarindoshlar bani o'daqa qilaylik. Ayni vaqtda nihoyat yosh ketgan bular-chu. Bular nima yosh ketgan vaqtda shu vaqtdagi muhit shundoq. Bu intayin siqilish, u dushmanlar, ya'ni u atrofdagi dushmanlarning o soni xuddi Ko'ltekin mangudishidagi dushmanlar xuddi qog' quzg'undek ko'p edi. Biz shundoq yakigadik degan shundoq jumlalar bor mangudashada. Bu son jihatdagi, kuch jihatdagi selishtirma bu aqldan halqib ketganda buni selishtirma bo'lmaydi. Ammo 50 yil dar ustida o'ynab Uyg'urlar o'z davlatini 50 yil boshqarishni mashq qilgan. Qarindoshlar mush gapni demoqchiman. 50 yil davlat tutib turadi deganda ma'nosida 50 yillik davlatchilik tajribasi sening kallangda bor degan gap. Bu jarayonda Uyg'urlar o'zininki davlatni qanday boshqarsa bo'lganligini asosan pishib yetilganligini faraz qilish mumkin. Keyingi vaqtlarda Ko'kturk xonadonligiga yoki Ko'kturk imperiyasiga Uyg'urlar qo'shilgan bilan nihoyat zo'r kuch sifatida qo'shilgan. Mangudashlarning ichida bu vaqt nihoyat aniq bayonlar bor. Biz 9 O'g'izlarga mendaq hujum qildik, ular bizga yana mendaq qarshi chiqdi degandek. Vaqtli holda ba'zida Ko'kturk xonadonligiga qarshi chiqqan ishlar bor. Ammo shunday deyish kerakki, Ko'kturk xonadonligi tarix sanasidan tushgan vaqt yoki tushgan asosiy kuch aniq aytish kerakki Uyg'urlar hamdi. Uyg'urlar Ko'kturk xonadonligidan iborat bir imperiya yo'qolgandan keyin o'rnini dal Uyg'urlar bosgan. Ya'ni Uyg'urlar Ko'kturk xonadonligi degan davlatning faqat ismini ham o'zgartganki, boshqa cho'ng o'zgarish bo'lmagan menimcha. Aholisi o'zgarmagan, tili o'zgarmagan, madaniyati o'zgarmagan.
İğrak etsak, belki çok özgürüş bulmagan. Ama bu uzmaylam, bölge kalanınki mani dinini, devlet dinini cakalışı bilen, kadımki Uygur yazıkını devlet umumlaştırışlan, bu köktürü kandalık bilen, Uygur imperiyasınınki seviyesi de, yani devletçik sistemimizde nayet zor fark çıkan. Yani biz şundak etimiz ki devlet mana bu şundak bir zoriyet aslında payda bolgan ve tedrici yolda yeziksiz halatdaki kanundan, adet kanunundan yezikli kanunga, ağızdaki kelişimden mukim bolgan kanunga özgegende şundak etip buldikin belkim Oğullarının hem yezik bolgan Yaponiya hakkında bir kısıkçı qilsam, yapıllıqlarning arasida har xil tadqiqotlar bor. Bir qism yapıl tadqiqotlar Oğullarning yeziqi yo'q deb yozganlar bor. Necha tomliq yapınlıqlarninki kitaplar bor buning arasida. Oğullarga shunday baho berganlar bor. Amaliyotda yana bir qism yapıllıqlarninki kitaplarda Oğullarning yeziq borligini deydi. Biz ularning qanday qo'yishiga qat'iy nazar bizning ustozimiz Turg'un Almasninki va biz ishondigan bizning ustozlarimizningki arxeologik manbalaridan shundaqla Memtun Buğra'nın Şarkı Türkistan tarihi yoki Turg'un Almas ustozimizning Uyg'urlar nomli kitobidagi manbalarni ko'rishga, yine ko'rishga bo'ldiki paketlar bor. Ularning nihoyat yaxshi, mukammal bir yeziqning bo'lganligi aniq. Yeziq bo'lganligi aniq. Demak, Uyg'urlar va Uyg'urlarga munosabatlik millatlar umuman yuksak bir madaniyatga ega bo'lganligi rost. Bu haqda Xitoyning Veynamisida, Simochadning tarixiy xotirlarda, Bengo'nun Xennamesi'de, Veynami'de ve Şimalısı'da tarihi. Muşu Katarlık eserlerde düşmanlarımızın kitabı. Bu düşmanlarımızın kitabıdaki muşu Uygurlar ve Uygurlarga kandaş bolgan türlük millet ve ırklarning tarihi qarsak, bularninki nayet yüksek bir medeniyetke ekanligini ko'rish mümkün. Albatta, tang davridagi urxun Uygurlarning, urxun Yinsey vodisidagi Uygurlarning aynı vaqtda Chang'andagi to'polonni bostirish jarayonidagi ishlar albatta yapılı tarixchilarning nazarida cho'ng va muhim deb qaraladi. Bu vaqtda meningki talqinim mushunchalik. Rahmat. Ko'p rahmat, hurmatli Muxtar apandi. Siz qadimda Uyg'urlarninki, ya'ni ajdodlarimizningki aql farosatga tayanib tunji davlatini qurganligi va atrofida shundoq bir dushman kavimlarninki veya ki bizge karşı güçlerdinki tehditlerge qaramay, şu tehditlerine naiti bir aynı vakitteki naiti usta diplomatik münasebetler bilen elip bağlılığı toğrusunda naiti etraflıq düşünce berdiniz. Bu tuncu kurulgan devletimiz sizningce şu tarihi tadqiqat materiallarga asoslangan qaysi rayonlarni o'z ichiga olgan ve bu etraftaki düşman güçler bilen boğan iqtisadi, siyasi, ijtimoiy aloqa qanday bo'lgan? Bu to'g'risida bir qisqacha tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Bunun kim dairesi umumen hozirgi Mongoliya igizdeki şundaqla Manjuriya deyli. Manjuriya hozirgi Xitoylarninki sharq shimolidagi uch cho'ng Hingan ve Kichik Hingan vodilari, Rusiyaning Iroq sharqidagi Sibiriya rayonlari, Baykal ve Balqash. Demek Qanqillar davlatini umuman Qanqil imperiyasi deb ataganlarmi bo'lgan yapılgan arasida. Teykok yoki Xitoycha Digo deb atagan tarixchilar albatta bor. Yani bu dair jihatdan shunday hamdi. Bu yani shimoldagi qismimiz hamdi. Merkezi Asya'daki kısmımız özgermeydi. Merkezi Asya'daki kısmımız tarım oymanlığındaki 36 şehir devleti şu vakitte şüphetli battı. Yani Udun, yaki Suli, yaki Agni, Muşu katarlık hamda bununki cem 36 kadimki Uygur tilideki namlar var. Bu devletlerin hemmisi şu vakitte yani bir vakitte paralel aldı mevcut bo'lgan. Yani Şimali Asya'daki Uygurlar bilen Merkezi Asya'daki Uygurlar oturusida izchil ve çoğunkur alaqanın bo'lganligi tarixiy faktlardan ma'lum. Yani medeniyet cihetde
cho'nqur aloqaning bo'lganligi, hokimiyat sistemasi jihatda cho'ng bir o'rtoqlik bo'lganligini ko'rish mumkin. Bu yerda biz shunaq kesib aytamizki, dushmanlarimiz yozgan av asarlar umuman Uyg'ur yoki turk qon sistemasidan tushiradigan, haqoratlaydigan va yoki bularni yavoyi deydigan qarashlar yozilgan. Bo'lmi Xitoy tarixchilari o'zlarining tarix kitoblarida hatto yaponliklarni yavoyi deb yozgan. Unutmaylar. Yaponliklarning Xitoy tarix manbalaridagi atılışı yavoyi odamlar. Şu yaponliklarning bular qattiq eg'ir qo'saq ko'pligi bor. Ya'ni shu hozir Xitoychadagi riben yoki yaponchadagi nihon degan bu so'zmi bir hisobda nihoyat keyingi vaqtlarda, vaqtda Shimoliy So'ngslaus davridan boshlab ondan keyin Yapon ya'ni nihon ya'ni kun chiqadigan ye degan ma'noda ishlatilganda. Demakchimizki, düşmanlarning yozgan tarixlarini o'qigan vaqtimizda biz düşmanning maqsadininki zot nima ekanligini tushunib o'qishimiz va uning qarshi bo'lgan tarixni cho'qim o'zimiz o'z qo'limizda yezib chiqishimiz kerak, qarindoshlar. Buni qilmaganda bu bizningki kelgusimizni so'zish mumkin emas. Mamtun Bug'ra ustozimizning bu yoqda aytgan bir so'zi bor. Tarixni o'z qo'li bilan yozolmagan millatning kelgusi bo'lmaydi. Endi tekrar aytay. Tariximizni Uyg'urlar o'z qo'limiz bilan har bir Uyg'ur o'z oldiga izlanib cho'qim o'z oldiga Uyg'ur tarixini yezib chiqishga cho'qim bu kurash qilish kerak. Bu nihoyat muhim. Xitoylarning necha ming yillik tarixi nimandaq izchil davomlashgan degan vaqtda bu shuning uchun muhimki, o'zining tarixiy o'rnini qonunli qilib dunyoga ko'rsatadigan asosiy manba, asosiy kuchkanda bu. Her bir kuch qandaq muhim bo'lgan bo'lsa, ilmiy kuch, yani ilim kuchi, aql kuch deydi buni, aql kuchi. Grek tilida episteme va nous deydi. Bu kuch asosiy kuch. Yani fiziklik kuch amaliyotda metafiziklik kuchdan kelgan aslida. Ko'zimizdan ko'ngil bo'lgan har bir kuch, ko'zdan ko'ngil bo'lmaydigan aqliy kuchdan kelgan aslida. Timma qadali demek Uyg'urninki zimini nihoyatda keng bo'lgan. Shuning uchunki Uyg'urlarninki ko'plagan dushmanlari bo'lgan. Mayli Xan davrida bo'lsin, mayli undan keyingi Suy davri bo'lsin va mayli Tang davri bo'lsin, undan keyingi 5 sonli 10 podshohlik davri. Ondan keyingi Jang Kangyin qurgan 963-yildagi Shimoliy So'ng, ondan keyingi Janubiy So'ng men oxirgisi Ching'ich bo'lgan. Mushu zamonlarda nimanchilar bugunlar bizga zaharxandlik qilgan degan vaqtda Uyg'urlarning aqliy kuchi, Uyg'urlarning madaniyat kuchi, Uyg'urlarningki siyosiy kuchi izchil yuqori bo'lgan. Ayni vaqtda mushu Tang sohasi bilan bo'lgan Uyg'urlarning o'tirisidagi kelishim bor bu yerda. Bir atqa 40 yugam yipak almashtirsan deb mecburlaganda, yani Orxun Uyg'ur xalligining shohlari va harbiy sarkardaları Tang sohasiga mecburi holda ashundaq bir hisobda aql qabul qilinmaydigan tangsiz shartnoma bu. Bu shartnomani ular qabul qilgan. Qabul qilishga majbur. Undaq bo'lmasa, u davlat mavjud turolmaydi. Elbette onundan burunki yani Qanqillar Uyg'ur davlatininki boshliq bo'lgan, qurg'uvchi bo'lgan Afujido degan kishimi Qanqillarni boshlab Jo'rjallarga qarshi hujum boshlagan vaqtda o'xshashlar Jo'rjallar va shu Vey bilan mana shundaq nihoyat kuchlik bir beqindilik bilan bir munosabatninki shakllanganligini bularning tarix kitoblarida qayd qiladi. Ya'ni Xitoylar aşı Vey davridan yoki undan burun tortib Uyg'urlar tarafidan nihoyat qattiq bu siyosiy besimga harbiy besimga uchraganligi rost. Bu yerda nihoyat bir qiziq demin degim kelyapti. O Jo'rjallar degan kim o'zadi ular? Ular keyin nega ketdi, yo'qolib ketdi, u keyin u Jo'rjaning gapi chiqmadi-ku. Bir biz tarix o'qigan tursak, bu Jo'rjaning gapi yo'qolib ketdi keyingi davrlar degan shunday bir savollar chiqishi mumkin. Bu Jo'rjallar shu Sharq Osiyo yoki Shimoliy Osiyo rayonlaridan yo'qolib
izchil g'arbga minib, balkim shu Sharqiy Yevropadagi avarlar, shu Vizantiya bilan Sharqiy Rim imperiyasi bilan tutishgan bir tarix var bu yerda. Yani şu avarlar deganlar, şu Jurjallar degan, şu degan bir xil tarix qarash Yaponiyada va men bildigan doira ichida bir az hukmron o'rinda. Yani bu Yevropani vahimaga solgan bu avarlar amaliyotda ko'ktuklar qo'g'ilgan bo'lgandan keyin Jurjallar qechib shu Sharqiy Yevropaga ketib qolgan ekan. Yani hozirgi ko'plagan Sharqiy Yevropaning millatlari balkim shu Jurjallar bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Albatta bu haqda texim inchikilab manba nuqtasidan, arxeologiya nuqtasidan tadqiqot olib berish kerak. Bu haqdagi mening qarashim shu yerda to'xtasin. Rahmat. Ko'p rahmat, hurmatli doktor Muxtar apandi. Yuqorida tunji suhbatimiz shu davlatchilik mazmunida bo'lganlikdan siz bu sohada yuqorida deb o'tgandek Yusuf Qosi Sajib davlatchilik falsafasi bilan tonilgan va bu sohada chunqur tadqiqot qilib olgan bir shaxs bo'lishligingiz bilan qadimgi Uyg'urlarning yashash odatlari, yashagan rayonlari va tunji davlatini ajdodlarimizdan qandoq qilib qurganligi va atrofdagi qo'shni davlatlar bilan bo'lgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy munosabatlari shundoqla egallagan territoriyalar to'g'risida nihoyatda atrofli tushuncha berdingiz. Bu bizning tarix tadqiqotlarimiz shuning bilan birga bu davlatchilik ideyamiz to'g'risida vatanda maxsus sizga o'xshash va yoki boshqa qarindoshlarımizga o'xshash tadqiqot ilib berish va bu to'g'rida xalqimizga tushuncha berish imkoniyatimiz yo'q. Bugungi suhbatimiz mushunchalik bo'lsa, kelayki suhbatlarimizda bu turdagi suhbat izchil davomlashadi. Keyingi suhbatlarimizda shu tunji davlatimiz qurilib, siz yuqorida izoh qilgandek uning taraqqiyoti va uningdagi har qaysi davrlarda qurilgan davlatlarimiz, keyingi imperiyalarimiz va imperiyalarimizningki ajizlab yo'qolishi, hatto davlatimizning nima sabablardan yo'qolganligi, nima sabablardan imperiyalarni qura olganligimiz to'g'risida siz bilan inchika tadqiqot natijalaringiz to'g'risida ko'pchilik bilan o'rtoqlashish orzuyimiz bor. Vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Bizningki bu jihatdagi tadqiqotimiz balkim o'rganish saviyasida bo'lishi mumkin. Siz degandek men kasbiy tarixchi emas, ammo mening hayotim shu soha bo'yicha keldi. 53-54 kirib qoldim. Bek cho'ng asar yozib ketmagan bo'lsaqmi, hayotimiz shu haqdagi o'qish va o'qitish tadqiqotlar bilan keldi. Biz albatta xalqimiz uchun bu haqda bildiganlarimizni bilgan shaklda, bilmaydiganlarimizni bir maslahat tariqasida o'tirib qo'yishni xohlaymiz. Bu orqali biz Uyg'urning haqiqiy to'g'ri bo'lgan birdan-bir tarixini, ya'ni amaliy haqiqiy tarixini bilishni istaymiz. Hammanglar ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Chunki bu tarix sohasida peshqadamlarimizdan Doktor Qahar Barat, Doktor Nabijan Tursun, Doktor Erkin Akram ve Qozog'istondagi Doktor Ablat Kamolovlar o'xshamagan nuqtadan tariximizga oid muhim nuqtalarni o'tirib qo'yadi. Albatta sizga o'xshash tarix va davlatchilik ideyasi yoki davlatchilik falsafasi bo'yicha bizmi qo'limizdan kelishicha xalqimizni o'xshamagan nuqtadan uchurga ega qilsak bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Yuqorida deyilgandek biz tarixda nimalarni to'g'ri qilgandik, buning uchun kuchlandik, imperiya qura oldik. Nima uchun davlatimiz qo'ldan ketdi? Biz qaysi ishni to'g'ri qilolmadik? Demak, shunday savollar to'g'risida o'ylanishimizga va kamchilik, yetersizliklarimizni tepishga sabab bo'lib qolsa ajab emas. Ekran oldidagi hurmatli qarindoshlar, agar programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, atrofingizdagilarga taqdim, tanishtiring. Bu bizning xizmatimizni qo'llaganligingiz, shundaqla ziyolilarimizningki aqliy amgaki bo'lgan hurmatingiz bo'lib hisoblanadi. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylar. Xayr xo'sh, hammanglar omon bo'linglar.